Toshkentda pivo festival bo'lsa, 10 minglab insonlar festivalga borgani vaqt topyapsizlar. Lekin ikkita go'dak suvga cho'kib ketib va bularga qidiruv e'lon berilsa, nahotki bir kunga bo'lsa ham yordam bergani vaqt topa olmasinglar. Internetda ko'rayotgan bo'lsanglar kerak, 8 yoshli va 10 yoshli bola koptagini suvdan olaman deb cho'kib ketishgan va bularga qidiruv e'lon berilgan. Internetda ko'ryapmizki, 20 ta, 30 ta inson borib turib yordam beryapti. Bu holatni ko'rgandan keyin o'zimni o'zbekligimdan uyalib ketayotgan edim. Lekin bugungi holatni ko'rganimdan keyin, oramizda hali ham tirik insonlar bor ekan degan tushunchaga yetib keldim. Bir Amirxon degan bloger do'stimiz bor. Mana shu bola kelib, qo'ldan kelganicha mana shu holatni yoritib berib, o'zini kuzatuvchilarini yordamga chaqirib, qo'ldan kelgancha yordam beribdi. Gap so'z bo'lishi mumkin emas, Alloh rozi bo'lsin bu boladan. Xullas natija bo'lgan. Birinchi akasining jasadini topishgan, keyin ukasining jasadini topishgan. Sizlardan iltimos qilardimki, mana shu bolalarni haqqiga duo qilib qo'ysanglar. Sizlarga laykinglar kerak emas, kommentariy ham kerak emas, obuna bo'lishinglarga ham keragi yo'q. Shunchaki ko'proq inson duo qilish uchun mana shu video tanish bilishinglarga tarqatib qo'ysanglar, xursand bo'lardim. Rahmat hammaga.